Assalomu alaykum hammaga. Bugun dars temamizda 26-elementi temir bilan tanishamiz. Temir atom raqami 26 bo'lgan kimyoviy elementdir. Temirda kimyoviy belgisi Fe, lotincha nomi ferrum. Temir qadimdan ma'lum. Xarakteristikasi: atom raqami 26, atom massasi 56, normal sharoitda temir qattiq, rangi kumush rangda, klassifikatsiyasi metal, elektromanfiyligi 1,8, qaynash temperaturasi 3134 Kelvin yoki 2861 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 1811 Kelvin yoki 1538 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 7,86 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Temirda kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, temirda kimyoviy belgisi Fe, atom tartib raqami 26, nisbiy elektromanfiyligi 1,8, atom massasi 56, elektron konfiguratsiyasi 3d6 4s2 ni tashkil etadi. Tasviriga o'tadigan bo'lsak, mana shu sof temir massasi 0,1 gramni tashkil etadi. Ko'rishimiz mumkin. Atom tuzilishiga o'tadigan bo'lsak, atom tuzilishida 26 ta elektron bor. Bu 26 ta elektron atomda to'xtovsiz harakatlanadi va atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 26 ta protoni bor va 30 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Temirda atom tuzilishi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Bugun temir haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.